Bir təbəssüm qancha pulga yaraydı? Chet elning bir xabarida aytilishicha, bir kichik bola ehtiyotsizlikdan texi tartib bo'lolmagan toksimiga tegib ketib, tok so'qib etibdi. Toksimi bu bolaning bir taraf yuziga tegib ketib, ko'ydirib yuzi sezimini yo'qotibdi. Balaning onasi toksimiga mas'ul taraf ustidan sotqa arz sunibdi va $1 million to'lam berishni talab qilibdi. Qarshi taraf garchi to'lam berishga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo balaning onasidan bu $1 million qanday hisoblab chiqqanligini so'rabdi. Da'vogarning advokati da'voga bevosita aloqador balani sotga chiqishga taklif qilibdi. U balaning oldiga bir parcha aynakni qo'yib, Saud tarafning vakiliga "Siz balaning ko'yib jarohatlangan yuziga qarab 1 minut kuling" debdi. Qarshi taraf balaning ko'yib sadlashib ketgan yuziga bir haza qarab turgan bo'lsa-mu, zadli kulolmabdi. Advokat yana balaga "Siz aynakdagi aksingizga qarab 1 minut kuling" debdi. Balamo zadli kulolmabdi. Advokat sotchiga "Mening da'vogarim amdala 8 yoshga kirdi. U bu qitimliq tasodibiylik sababidan mangu kulolmas bo'lib qoldi. U kulkidan ömürlük mahrum bo'ldi. Ömürlük kulishning qimmati mana mushu pulga yaraydi" debdi. Mana bu bir qitimliq tabassumning qimmati. Biz hammamiz tug'ma qobiliyatdan bahramand bo'lishimiz, boshqalarga samimiyat bilan tabassum qilishimiz kerak. Siz tabassum bilan boshqalardan yordam talab qilgan chog'ingizda, boshqalar sizning talabingizni rad qilib etishga amalsiz qoladi. Tabassumga mahir kishi turmushiga mo'ljalligisiz aktiv kuch ato qila oladi. Tabassum sizdan haq talab qilmaydi, aksicha qimmat yarata oladi. Xuddi Shotlandiyaning tabassum tok bahosi arzon, ammo chiroq yo'riqidan nurliq degan mashhur tamsiliga o'xshaydi. Ashu atidan kechgacha chiroyi tutilib yuradigan kishilar tabassumning qimmatini bilmay, nurg'unlagan muvaffaqiyat va xushallik fursatlarini qo'ldan berib qo'ydi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, talay bilan fursat ularga unchavala oson e'tibor qilib ketmaydi. Biz hammamiz doim chiroyidan kulki ketmaydigan, xushfe'l, umidvor kishilarga yaqinlashishga amroq. Real turmushda kulishni bilmaydiganlarning do'sti yo'q deyarli bo'ladi. Chiroyida kulki jilvilinib turadigan odam muz chiroylarga qaraganda osonla muvaffaqiyat qozona oladi. Biz kulib ochiq yo'riq yursak, boshqalarni o'zimizga yaqinlashtira olamiz. Kuling. Tabassumlarimiz quyosh nuridek tutaklarni yerib o'tib ketsin. Tabassumlarimiz ay nuridek turmushimizga yorug'lik ato qilsin. Tabassumlarimiz zimiston sovuqlarni illatsin. Tabassumlarimiz bahor shamolidek hamma bo'lim-pushqoqlarga yetsin. Kulka o'zi adab axloq, kulka odamni xuddi bahor shamolidek rohatlantiradi.